Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nijniy, Chili, Nijniy, Kamsk yo'nalishlari bo'yicha, undan tashqari Toshkent, Moskva, Chipaksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan amalga oshirilmoqda. Toshkent, Kazan yo'nalishi bo'yicha dushanba, seshanba, juma, shanba kunlari. Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari 4 kun. Soat 18:00 reysiy avtobuslar sizni o'z manzilingizga olib ketadi. Sizga ham shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Tanlovda adashmang, biz bilan bog'laning. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz o'z savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, u yerda ikkita monitor, ikkita kuler, zaryadchi moslamalar, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari 50 kilodan 60 kilogacha o'zingiz bilan yuk olsangiz bo'ladi. Siz ham shunday ishonchli xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.